bizni bemorimiz klinikamizga bir necha yillardan beri qiynab kelayotgan siyishdagi muammolar bilan murojaat qilganlar. Bemorimiz bizga murojaat qilganlarida siydik oqimi sustligi, qiynalib, kuchanib siyish, qovuq oxirigacha bo'shamasligi kabi shikoyatlar, tez-tez siyish bezovta qilgan. Hozirda bemorimizda prostata bezi adenomasi Golmi lazerli enuklyatsiyasi amaliyoti bajarildi. Bemorimiz amaliyotdan keyingi holatlarini o'zlaridan bilishimiz mumkin. Bir necha yillardan beri ko'p joylarga murojaat qilganman. Yotganman, baribir unaqa darajada yaxshi bo'lmaganda, oxiri bu kishi bilan uchrashib qoldik. Xudoga ming fazla shukr, mana hozir juda yaxshiman. Bemalol hamma narsa bo'lyapti. Oldin qanaqa holatlar bo'lardi? Unaqa natija bo'lmaydi-da. Siz kutgan natija yo'q-da. Mana bu yerga kelgandan keyin sirasi o'zgarish paydo bo'ldi. Asosan qanaqa qiyinchiliklar bo'lardi? Siyishdagi shikoyatlar. Oxiri to'xtab qoldi-da. To'xtadi. Shu muammo bilan og'rigan boshqa bemorlar borda sizga o'xshagan. Tavsiya berasizmi? Albatta, birodarlarimizga albatta. Men avvalo dushmanimga ham ravo ko'rmayman bunday kasallikni, lekin shunaqa kasallikka yo'liqqan bo'lsalar, mana shu kelib Qobiljon mana do'stimiz yonida turibdilar. Shu kishiga murojaat qilishsa, albatta adashishmaydi. Bemorimiz klinikamizga kelib shifo topib ketmoqdalar. Agarda sizda ham yuqoridagi shikoyatlar bo'lsa, sizni ham shu kasallik bezovta qilayotgan bo'lsa va boshqa urologik muammolar bo'lsa, klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga yuqori sifatli davo ta'minlanadi.